Business Lady 3 farzanddan onasi Go'zalxonim Mubarova. Qaysi yo'nalish bilan siz ishlaysiz? Telefonim orqali Amerikadan vitamin olib keltirdim, Xitoydan arzon narxga detskiy kiyimlar olib keltirdim. Sen eplolmaysan, senga kim qo'yibdi bu ishga qo'l urish? Ichingizda nimadir xohlasangiz, Alloh o'shanga qarab yo'l ochib, o'shanga mos odamlarni ro'para qilib qo'yar ekan. 5 yil davomida bu $100 yonda nechta nollar ko'payib ketgan. Assalomu alaykum azizlarim. Alhamdulillah yana bugun ajoyib bir qahramon bilan sizlar orqali suhbatimizni boshlab yuboramiz. Bu bo'lsa Business Woman loyihadasizlar. Va bugungi qahramonimiz Business Lady 3 farzanddan onasi Go'zalxonim Mubarova. Bizni podkastimizga xush kelibsiz Go'zalxon. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Mashallah. Ham farzandlarni tarbiyasi bilan, ham mana o'zingizni yo'nalishingizni nihoyatda a'lo darajada boshqarayotgan biznes ayolsiz. Kelib siz bilan hozir samimiy mazza qilib suhbatimizni boshlab yuborsak. Inshaalloh. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Avvalambor sizga Business Woman loyihasi a'zolariga savollaringiz bo'lsa bemalol berasiz. Men ham addushi javob beraman. Addushi, chunki chapanichasiga Toshkentda tavallud topganlar savol berdim. Qayerlisizdan? Toshkentning qoq eski shaharidan shuncha addushi bo'lsa addushi boshladik. Mayli, suhbatimiz samimiy bo'lsin, mazza qilaylik, chunki bizni hozir eshitib turgan farzandlarimiz, qizlarimiz, kelin-poshshalar butun O'zbekiston bo'ylab, nafaqat O'zbekistonda, qolaversa tashqari boshqa qo'shni mamlakatlardan ham bizni kuzatishyapti. Shundoq ekan, azizlarim, yaqinroq o'tirib olinglar. Agar kim mabodo vaqti bo'lmasa, bizni suhbatimizni eshitishga bemalol 2+ ga bosib qo'yinglar va albatta o'zingizlarga kerakligini olasizlar. Demak, 5 yil mobaynida mana shu biznesni boshqaryapsiz. Mana shu deganligimni men hali bilmayman. Qaysi yo'nalish bilan siz ishlaysiz va tomoshabinlar bilan birgalikda hozir bilib olamiz. Nimani bitirgansiz Go'zalxon? Men Borovskiy nomli tibbiyot kollejini qizil diplomlarga bitirib, a'lo baholarga Yakkasaroy sentralniy poliklinikasida jarroh hamshirasi bo'lib ishlaganman. Medik xodimsiz. O'zi hamshira, kasbim, asl kasbim. Lekin sotuvchilikni yaxshi ko'rardim. O'sha ishlab yurgan paytimda ham ishxonada sotayotganlardan olib, do'mdeklarga uyimga olib kelib sotardim, qo'ni-qo'shniga. Qo'ni-qo'shni bu narsa sotsa, o'tdan olib bo'tqa borib sotardim. Uyda kimdir bormi? Sotuvchilardan yoki ona avlodida, ota avlodida? Bor. Ammalarim 12 yillik savdogarlar, o'sha Turkiyadan tovar olib kelib uyda sotib, biznes qilishadi. Buvimlar ham o'sha yoshlikdan narsa sotishgan. Demak, mana shu oilada baribir ham ulg'aygansiz, eshitgansiz. Onajoningiz albatta o'sha jigar go'shalardan xarid qilganlar. Tabiiy holda. Ayniqsa o'sha paytda-chi bo'lmasdi bu narsalar. Bo'lmasdi. Kam odam olib kelardi, kam odam sotardi. Savdogar degan nom bo'lardi, bilasizmi? Endi hozir business woman, biznes tadbirkor ayol chiroylida, oldin bo'lsa sovron savdogar edi. Endi lekin hurmatga sazovor bo'lardi, borardik, trendda bo'lishardi, olardik. Endi oldin shkafimizda 5 ta narsa bo'lsa, shunga biz baxtli, biz xursand bo'lib yurardik. Hozir bo'lsa har bir xonadonda bisyor liboslar. Va xo'sh, hamshiralikdan nimaga o'tib ketdingiz? Sotuvchilikka. Kiyim-kechakdan boshladingiz. Boshida kosmetika Oriflame kompaniyasiga yozildim. U yerda 15% menejerlik darajasiga chiqdim. Komandam bor edi katta. Yaxshi liderlarim bor edi. Ularga liderlik qilib, o'rgatib, bizda asosan o'zi menga darsi shu Oriflame kompaniyasi sitvoy marketingda katta dars o'tishardi-da, nima spikerlar. O'sha darslarda qatnashib, o'sha yerdan olgan bilimim bilan men baribir hozirgacha o'sha yerda olgan bilimlarimni ishlatib kelyapman. Demak, zo'r fundamentni o'sha paytda olgan ekansiz. Menga katta motivatsiya berishgan, чтобы o'zimni odamchi o'zingizga ishonmaysizda, atrofingizdagilar podдержка qilsa, sen qila olasan deb
keyin qilib ko'rganingizdan keyin voy qila olarkanman demak man uddaliyman deysizda. Chunki motivatsiyaga juda ham ko'p narsa bog'liq. Siz sekin asta sekinlik bilan ishni boshlayapsiz va shu yerda yaqinlaringizdan mabodo birontasi bolta urib qolsami, bo'ldi. Sen eplolmaysan, senga kim qo'yibdi bu ishga qo'l urish? Bo'ldi qil, biz urug'imizda bo'lmagan savdogarlar degan narsa eshitib qolsangiz bo'ldi, motivatsiya yo'q. Sizda bo'lsa aksincha qo'llab-quvvatlashgan, to'g'rimi? O'sha liderlarimizni podarkalar berib, siz qila olasiz, epla olasiz, keyingi etapga o'tamiz, keyingi etapga deb 15% menejergacha chiqqanman. O'shanda sahnalarda chiroyli ko'ylaklarda podarkalar olib, menga o'sha zo'r nima bergan, o'zimga ishonch bergan. Shu men sota olarkanman, sotishni o'shanda o'rganganman. O'shanda $100 tikib tovar sotib olish kerak edi. 5 yil avval Go'zalxon, unda 3 ta farzandingiz bormi? 3 ta farzandim. Hali tabiiy hol kichkina, bu yoqda hamshiralik qilganlar va mana shu yerda $100 tikib va endi u paytda katta pul bo'lgan, baribir. Katta pul edi, lekin so'mda ancha kichik edi-da. Shunaqa xo'jayinimlardan so'rab olganman. Qo'shnim oling, a'zo bo'ling, sotolish desa, keyin bular komandirovkada bo'lganlar, keyin safardan kelganlardan keyin so'rab olganman. Lekin har doim men hamma yoqda rahmat deyman xo'jayinimlarga. Hamisha meni qo'llab-quvvatlaydilar, doim podдержка qiladilar. Qil. Mana bunaqa qilsam ekan, sen qil. Bittasi bo'lmasa bittasi o'xshaydi, bittasi bo'lmasa bittasi o'xshaydi deb Ismlari Nodirxon. Nodirxon. Va o'zim o'rgilay. Boringizga shukr. Mana qarang, ayolingizni qo'llab-quvvatlaganingizga mana shu darajaga yetib boribdilar. Bu qarsanglar siz uchun. Xo'jayinimlar pul berdilar. O'shanda men hech qachon ana narsa sota olmasam-chi, qolib ketsa-chi degan narsa bo'lmadi. O'rgatishdi qanaqa sotishni, mijozlar bilan qanaqa gaplashish, qanaqa tovarni emotsiya bilan mijozga taqdim qilishni menga Arflame kompaniyasida o'sha liderlarimiz, spikerlarimiz o'rgatishgan. Nigora opam, opam, ustozlarim. Mana ko'ryapsizmi, baron ustoz bo'lsa zo'rda. Har bir yo'nalishda ustoz ko'rgan shogird albatta yuqori darajaga yetib boradi. Mana bejiz emas. Biz aynan mana shu Business Woman loyihasida ham mana shunaqa tajribali ustozlarning qo'lida saboq olasizlar. 1 yil, kimgadir balki 3 oy yetib beradi, azizlarim. Onlayn orqali bemalol u ishlardan tashqari shundoq telefon qo'lga olasizmi, internetingiz yoqasizmi, sizda uyingizda nima imkoniyat bor bo'lsa, texnika vositasidan foydalanib, ana bemalol ustozdan bilim olsangizgina albatta mana shu qahramonimizga o'xshab inshaalloh natija olasiz. $100 dan boshlabdilar. 5 yil davomida bu $100 yonda nechta nollar ko'payib ketgan. Tabiiy hol bu yerda halol mehnat yotibdi. Shunaqa. Lekin nima karantin bo'lib qoldi orada. Karantin paytida hamma o'zini oziq-ovqat ko'rdi. O'sha paytda gapirmang. Ayniqsa birinchi kun e'lon bo'lgandami, xafa bo'lmanglar. Hojatxonaga ishlatilarga qog'oz ham qolmadi. Makr borgandim kechki payt. Hamma yoq bo'sh, hamma uyda o'tirib qolgan, faqat yeyish bilan ovora. 3 mahal ovqat, vaqti kelsa undan ham ko'proq, ayniqsa kelin poshshalarimizga nihoyat o'sha paytda og'ir bo'lgan. Va siz shundan unumli foydalangansiz, to'g'rimi Go'zalxon? Unumli foydalanib tushkunlikka tushib qoldik. Hamma komandam ham uxladi. Mana motivatsiyam so'ndi. Sotinglar, onlayn sotinglar deysa ham bizni qilmadim. O'shanda komandamni yo'qotdim. Keyin karantindan keyin bu ishni yana boshladim, lekin uje o'xshamadi. Keyin shu dekretga chiqib qoldim. Karantindan keyin homilador bo'lib o'sha dekretga chiqdim va dekretdagi paytimda Sevara nima bor-ku, Seva futbloger reklama qildilar, bitta nima o'quvchini, kuratorni. Qo'limda 250 ming pulim bor, dekretni pulimdan qolgan. Hech kimga ko'rsatmay bekitib qo'ydik. Ayollar xazina 250 ming maniki dekretnida. Uni u pulchi yomon shirin bo'ladi-da. Yomon shirin bo'ladi. O'sha yomon shirin pulimni hech ikkilanmasdan, kuzatmasdan, sinamagan odamimga shartta kursga topshirdim. O'sha Sevaraga. Yo'q, Sevara reklama qilgan bitta kuratori
nimalariga kurslariga yozildim. Franshiza o'sha paytda endi rivojlanayotgan payt edi. Ayol qizlarga hunar o'rgatib onlayn sotishni o'rgatadigan kurs edi. O'sha Turkiya, Amerika, Xitoydan tovar olib kelishlarni ham o'rgatishardi. Men ko'proq shunga qiziqdim. O'zi har doim aytardim, kimdir bo'lsa-da Turkiyadan menga tovar jo'natsa deb. Ichingizda nimadir xohlasangiz, Alloh o'shanga qarab yo'l ochib, o'shanga mos odamlarni ro'para qilib qo'yar ekan. Faqat o'sha paytda inson bilish kerak ekan, o'sha odamdan foydalanish kerak. O'sha vaziyatdan foydalanishni bilish kerak ekanda. Bir xillab, Alloh ber, ishim zo'r bo'lsin, men biznes ledi bo'lay deydi. Alloh yo'nalish beradi, imkoniyat beradi. Mana ol, foydalan. Aslandan harakat, bundan barakat. Shunaqa. Lekin odamlar uni tushunmaydi-da, yana so'rash davom etaveradi. Senga beryapman, lekin sen foydalanmayapsan deydi, Alloh ham kelgan. Yaqinda Amira Rashidovani bitta videolarini ko'rib qoldim. O'tda ham xuddi shunaqa deyilgan edi. Cho'kayotgan odamlar meni qutqar desa, ikki marta Alloh kelmay yuboradi, yo meni Alloh qutqaradi deb o'sha odam cho'kib ketadi-da. Bu juda ham katta ma'no bor-da bu hikoyada. Xuddi shunaqa qilib, lekin men foydalandim. O'sha qizni kursiga yozildim. To'g'ri, u qiz menga men xohlagandek bilimni bera olmadi. Men undan katta narsa kutgan edim u kursdan, lekin bittagina zo'r menga foydasi tegan narsa Turkiyadan bir insonni, kargochini raqamini berdi. U qizni o'zi ham bilmaydi, misol uchun narsa olib kelish, uni sotish, saytdan qanaqa qilib zakaz urishni o'sha qizni o'zi ham bilmas ekan. Chunki so'rasam, men sizga darslarni tashib berdim, tayyor videoroliklarni o'shandan ko'rib qilib deb aytganda. Lekin o'sha Turkiyadagi odam menga kargochi yo'l yo'rig'ini o'rgatib, uni qilasan, buni qilasan, boshqa bir begona odam. Mashalloh. Tavakkal qildim. Endi u ham sir asrorlarini o'rgatmadi. Men bu saytdan zakaz qilasiz, menga kirasiz, mana bunaqa ro'yxatdan o'tasiz. Tushunmagan joyimni so'rardim, javob berardilar. To'xtang. Mana shunaqa paytda-chi odamzod bir vahshiy bir hayvonga aylanadi-da, ya'ni sirlarni bekitib o'tiradi. Mana kulinariyada ham mahsulotini ko'rsatadi-da. Mana shunaqa retsepti, tarkibidagi hamma narsani yozadi, lekin bitta izimkani olib kiritilmaydi va o'sha darajada pishirg'ich chiqmaydi. Lekin aynan mana shu biznes woman'da esa men hozir endi boshqa yo'nalishda sizlarga yetkazib bergan so'zlarimda o'zingizga xulosa qilishingiz mumkinki, bu yerda shunaqa ustozlar borki, borini o'zida nimaki bor bo'lsa, albatta mana shu shogirdlariga, qo'l ostida o'qiyotgan talabalarga beradi, o'rgatadi. Mana sizga bermagan, mali qisman o'sha Turkiyadagi mancha erkak kishida, baraka toping, rahmat. O'shalar orqali men saytlardan zakaz urdim, tavakkal qildim. Nima bo'lsa pandemiya paytida. Pandemiyadan o'tgan, hamma o'sha onlayndan narsa zakaz qilishni endi boshlayotgan paytdan o'sha men zakaz qildim, narsalarim keldi. Mendan baxtli odam yo'q. Men O'zbekistonda, Toshkentda turib, telefonim orqali Amerikadan vitamin olib keltirdim, Xitoydan arzon narxga detskiy kiyimlar olib keltirdim, Turkiyadan zo'r kosmetika kollagenlar olib keltirdim. Endi o'zim uchun zakaz qilib ko'rdim, birinchi qanaqa kelar ekan. Kelgan narsa kichkina partiyalar. Oldin sinab ko'rdim-da, qani o'xshirmikin, kelarmikin deb. Endi birdaniga katta pul tika olmaysiz, kelmay qolib, kuyib qolish. Keyin shu bilan tovarlarim keldi. Bilasiz, o'zbeklarcha xursand bo'lib, unga yetdim, bunga yetdim. Tanishlarim, o'rtoqlarim o'rgat dedi. Shu hunarimni o'rgatishni ham boshladim. Ham o'zim zakaz qilib olib keltirardim, ham o'sha bilganlarimni o'quvchi olib pulga o'rgatishni boshladim. Onlayn orqali, telefon orqali o'sha ekran videolar qilib, shunaqa qilib o'quvchilarim 100 dan oshuv, mendan 5 yil oldin o'sha endi boshlagan paytimda menga ishonib, mendan kurs sotib olgan qizlar haligacha yozishadi. Go'zal opa, rahmat. Sizni deb men o'zim biznesimni boshlab oldim. O'zi uchun o'rganganlar, bolam uchun olib keltiraman deb, qo'ni qo'shnisiga olib kelib berib, qarindosh urug'iga olib kelib berib, biznesini boshlab olishgan. Mehmondo'st bizni xalqimiz. Ko'z tegmasin. Xo'p, mana qarang, 100 tadan oshiq. 100 tadan oshiq. Bu taxminan 3,5-4 yil ichidagi, to'g'rimi? Pandemiyadan keyin. Va bugungi kunda Go'zal xonim nima tovarlar bilan hozir ishni olib borasiz?
hozir o'zim 3 yildan beri Turkiyaga chiqaman. Yilda 4 marta o'zim Borib kelasiz. Borib, ko'rib, ushab, keyin onlayn boshida zakaz qilganda yaxshi tovarlar keldida, lekin orasida baribir ham sintetika, rasm deydiki emas, boshqacha tovarlarni jo'natishdi. O'shanda aytishdiki, o'zing borib ko'rgin. O'zingni ko'rsat, magazin seni ko'rsin, sen borishingni bilgandan keyin, 1-2 marta borganingdan keyin o'sha senga faqat yaxshi tovarlarni jo'natadi, unaqa aldab jo'natmaydi deyishgandan keyin o'zim Turkiyaga chiqishni boshladik. O'sha ammalarim 15 yillik tajribaga ega ustozlarim, ammalarim bilan birga. Baraka topinglar ammalar. O'zim o'rgili ammajonlarimiz boriga shukur. Chunki bari necha yildagi tajriba, ular har bitta zo'r mahallani bilishadi, zo'r deylik o'sha tovari insof originalini balki podlyuks bo'lishi mumkin, lekin sifatli va shu yerda aldanib ham qolmaysiz. Menga qara, men jiyanim bor edi, qara, qulog'ingdan tortib qo'yaman, Toshkentdan boryapti seni oldinga deganda ozgina uyalib qoladi-da. Shunaqa. Keyin borib olib keldik. Hozir o'zimning onlayn magazinim bor. Oldin uyda sotardim. Mana 1 yil bo'ldi, sentyabrda. Ochdik, ofis ochdik. Endi hamma ham uyga borib kiyib tabiiy hol. Bar ham ozgina noqulaylik qolaversa, balki naryoqda xo'jayingiz kimdir ko'rib qoladi. Endi tam qaynanangizni bar nekomfortni-da. Baribir do'konga borasiz yoki mana ofisingiz ham do'kon qilinganda. Meni ishonchim komil, inshaalloh tez kunda Xudo xolasa do'konni ham ochib yuborasiz. Xudo xolasa. Xo'sh, shunaqa qilib ofis ochdik. Endi kelib bemalol o'sha nalichidagi tovarlarni kiyib ko'rib, ijoza olishyapti. Endi onlayn magazinda ham hamma ham ishonib zakaz berib, chunki boshida onlaynda zakaz berishganda razmer to'g'ri kelmay qoladi. Chunki bilishmaydi, sotuvchi ham misol uchun qaysidir firmalar большимерка bichimini, qaysidirlari malamerka, kimdirlar misol uchun Isabellalar razmerga yuradi. Men o'sha mijozlarimga aytaman, o'zi turk razmeri nechi kelsan? Ja bilmasa o'zbek razmerda aytaman. Mana shu razmerni aytgandan keyin men aytaman, mana shu modelni xohlab olsam, bundan mana shu razmer sizga точно to'g'ri keladi deyman. Mana shu paytgacha hech kim hali razmerda adashding, yo kichkina keldi, yo katta keldi deb tovarimni qaytarmagan, alishtirmagan. Yaxshi, mashalloh. Endi chun ko'pincha aytasizda, lekin katta bo'lib keladi yoki aksincha kichik bo'lib qoladi. Yana ovorgarchilik, yana yo borib keladi yoki Yandex orqali jo'natib boradi. Ortiqcha xarajat bo'ladi. Sotuvchiga ham уже alohida ish vaqti ketadi. O'shaning uchun agar yaxshi bilsa, yaxshi sotuvchi o'zini ishini ustasi, bittada razmer klient razmerini biladi, razmerini jo'natadi. Go'zal xonim, voy, men ham turkcha aytyapman, go'zal xonim. 100 tadan hozirgi kunda inshaalloh kelajakda 1000 taga yetib boradi, undan ham ko'p. Chunki har holda tajribali business woman ayolsiz va bizni hozir kuzatib o'tirgan, endi nimadan boshlashni bilmay turgan, xohishi bor-ku, lekin mablag'i balki chegaralangan. Balki mayli $100 qarzga olib, nasiyaga olib, o'sha narsani olib kiritirishi mumkin. Nima maslahat berasiz? Maslahatim avvalambor o'zingizga ishoning. Har bir inson sotuvchi. Sota olasiz. Men aytishadi, "Voy, men sota olmayman" deyshadi, lekin o'sha inson sotuvchi. Bu dunyoga kelgan hamma sotuvchi. Faqatgina o'sha narsani bilishmaydi, shakllantirishmaydi. Sotuvchi bo'laman degan odam o'sha narsani shakllantirsa, sotuvchi bo'la oladi. Misol uchun, bitta ayol uyda o'tiradi, aytayman, "Siz mana shu ishni qilib ko'ring, zo'r o'xshaydi." "Yo'q, men sota olmayman" deydi. Xo'p, siz bozorga borasiz, bitta kiyimni oldingiz yoki bitta kremni oldingiz, uyga olib kelib ishlatdingiz. Sizga yoqdi, to'g'rimi? Opangizga aytasiz, singlingizga aytasiz, onangizga aytasiz, siz reklama qilyapsizmi o'sha mahsulotni, ular borib olishadi. Mana siz sotyapsiz. Siz faqat informatsiya sotyapsiz. Xuddi shu narsani tovarga ishonib, o'sha olib kelayotgan tovariga o'zi yaxshi ko'rib ishonsa, sifatliligiga, o'sha mijozi, xohishini qondirib bera olishiga ishonsa, o'sha odam narsani sota oladi. Kuyib qolgan vaziyatlaringiz bo'lganmi? Bankrot, ya'ni. Bankrot va bo'lgan bo'lsa, qanaqa mablag' sir bo'lmasa, kuygan mablag'ingiz soni.
endi o'sha ish boshlagan paytim, hali o'zim endi olib kelib, zakazga olib kelib yurgan paytim, o'quvchi olishni boshlaganman dedim-ku. O'quvchilarning tovari, misol uchun, kimdirlar bitta tapchka zakaz qiladi, kimdirlar detskiy nijniy belyo zakaz qiladi. Ularning kilosi chiqmaydi, kargochilar ularni uyiga olib borib bera olmaydi. Shuning uchun o'quvchilarimga yordam qilaman deb men hammanglar tovaringlar men nomimga urilsin deb men kelganda men tarqataman deganman. Bu qo'shimcha vaqt, kuch sarflaydi. Shuni ham o'zim bo'ynimga olganman. Lekin o'quvchilarimning $500 tovari yo'qolib qolgan, kelmagan skladga. Saytda keldi deyapti, kargochilar biz olmadik deyapti. Xullas o'shalarni o'quvchilarimning tovarlarini yopib berganman. Zakaz qilinadiganini zakaz qilganman, skladda qolmaganlarini pulini qaytarib berganman. O'shanda birinchi endi ish boshlab o'quvchi olgan paytimda $500 ga tushganman. Lekin ana shunaqa vaziyatlar ham bo'ladi. Lekin tushkunlikka tushmadingiz. tushmadi. O'zingizda mana shu ishonch bo'lgan, maqsad sari intilgansiz. Endi har birimiz xatoga qo'l uramiz. Endi bu yerdagi vaziyat sizlardan bo'lmagan xato. Demak, shu narsa bo'lishi kerak. Bu ham bir sinov boshingizdagi, to'g'rimi? Men buni o'zimga dars deb bildim. Чтобы menda slishkim hammani nimasini o'zimga olganimni tushundimda, keyin aytdimki, hammanglar o'zingizlar zakazinglarni o'zingizlar uringlar, o'zingizlarning uyingizlarga borsin. Men endi bu ishni qilmayman. Menga kelmasin. Saxiy ustozimda aylanay. Shu shogirdlarga yordam beraman deganlarda, mayli, savob olib qo'ygansiz. Lekin o'sha $500 ga qo'ygan bo'lsangiz, buni nechtasini qoplab yubordingiz. Mana endi eng qiziqarli, qitiqlaydigan narsa 5 yil mobaynida sir bo'lmasa, go'zal xonim, bu chin yurakdan aytyapman. Mana shu 3 farzandning onasi. Ham farzandlarning tarbiyasi, qaynona, qaynota, Nodirbek turmush o'rtog'ingizni qo'shqog'iga qaraysiz, sovug'iga qaraymiz, ayollar nafaqat ishga borib kelamiz, uy ishlarini ham qilamiz. Bizni zimmamizda bu bor narsa. Mana shu yillar davomida eng katta yiqqan mablag'ingizga go'zalim nima xarid qiloldi oilasiga yoki balki onajoningizga yoki qaynonangizga, turmush o'rtog'ingizga nimani ololdingiz? Bu savol har gal beraman, chunki qahramonlarimizga, ya'ni kuzatuvchi bo'lajak Business Woman loyihasida o'qiydigan talabalarga bu motivatsiya, bu haqqoniy, bu bor narsa va nimaligini men hozir sizlar bilan birgalikda eshitaman. $3,500 tovar обороtimni hozirda $20,000 qilganman. O'sha foydamga urib, lekin orasida siz aytgandek uyga kerakli bo'ladigan, ha deb erimga uni olib bering, buni olib bering devormasdan o'sha texnikalar olganman. Menga bitta narsa, men bundan 4 yil oldin agar sen iPhone telefon tutasan desa, o'rtamga uxlab tushingizga kirmagan. Men $1,500-2,000 telefon tutish men uchun u hech kimga Gollivudga borib bir dam olganda yoki o'sha ularni eng trendiga aktyorlar bilan o'tirib qahva ichgan bilan barobar bo'lgan bo'lsa kerakdir-da. Hozirda 2 iPhone telefon oldim shu. Ana. Mashallah. 2 iPhone telefon oldim. Uydagilarga har doim sovg'a. O'tgan yili qizimni Turkiyaga borib aylantirib keldik. Xudo xolisa may oyida o'g'limni olib ketaman. Mashallah. Aylantirib dam oltirib kelishga. Shundoq ekan azizlarim, hozirdan boshlanglar. Hozirdan murojaat qilinglar Business Woman loyihasiga. Attigina 96 ming hozirdan buyurtma bersanglar, chegirma ham bor. 1 yil kimnidir agar aynan mana shu juda ham iqtidorli talaba bo'lsa, balkim 4 oyda ham o'sha 1 yillik bilimni o'zlashtirib olib va zo'r natijalarga ega bo'la olishi mumkin. Lekin albatta ustoz ko'rishingiz kerak. Chunki ustoz ko'rmasanglar, bu faqat xayolan yoki kimdir bordi, tovar olib keldi yoki kimdir uyda o'tirib onlayn orqali tovarni olib kirib turib, ammaga berarsiz, ishxonangizga olib borarsiz, qo'ni qo'shnilarga tarqatarsiz. Keyin berganlaringiz tuga bo'ladi. Ana o'sha yerdan muammolar boshlanadi. Ana shu muammolar bo'lmasligi uchun albatta mana shu loyihaga kirib,
ustoz qo'lida nazoratda bo'lsanglar albatta zo'r natijaga ega bo'lasizlar, to'g'rimi? Albatta ustoz baribir ko'rish kerak. Chunki mana men 5 yil davomida, men 4 yil deylik, savdoda 4 yil bo'lgan bo'lsam, necha marta yiqildim, necha marta baribir kuyib qolgan paytlarim bo'lgan, seriyalarim bir xil paytda kelmay qolgan paytlari ham bo'lgan. Chunki to ishonchli kargochini topib olgunimcha men nechta kargochilar meni aldadi, pullarimga kuydim. Lekin menda bitta narsa bor edi, men qilaman deganimni qildim. Lekin hammada ham bu narsa bo'lmaydi-da. O'shaning uchun o'zi boshlagandan ko'ra, mana bizga o'xshagan ustozlar bilan birga yo'l yo'rig'ini tushunib, ishonchli kargochilar, ishonchli magazinlar bilan ishlab, tovar olib keltirib sotishligisini maslahat beraman. Chunki ko'plar o'zicha men o'zim qilib ko'raman, yo'q menga o'shanga ortiqcha pul to'lagandan ko'ra tovar ola qolaman deyshadi-da. Lekin ertaga mashinniklar Instagramda rosa ko'p hozir Turkiya magazinlarini ochib olishadi. Magazindan rasmlar qo'yib borishadi-da. Ishonchga Vaholanki bular ular emas. Ular emas. Pul to'laysiz, bo'ldi, yo'qsiz. Blokka tiqib qo'yadi. Mana shu narsaga albatta e'tibor beringlar. Mana shu narsani men hozir eshitdim, juda ta'sirlanib ketdim, toki o'zigim ham tirsillab ketdi stolga qarab. Bu endi qarangda, shunchalik har xil odamlar bor-da. Kimdir ishonadi, o'sha saytni ochib oladi, endi zo'r butik liboslarni qo'yib oladi, siz ana shunga ilinib qolasiz. Ishonib qolasiz va mablag'ingizni jo'natasiz va javobsiz bo'ldi, pulingiz kuydi. Bu narsa bo'lmasligi uchun albatta bilimga ega bo'lsanglar, chunki ustozlar albatta o'sha yo'l yo'rig'ini mana shu narsalarni gapirib o'tadi, tushuntiradi. Ko'rsatamiz, o'rgatamiz, ishonchli o'sha kontaktli magazinlarni men o'sha har borganimda kirgan magazinimni albatta vizitka olib, o'shani Telegram yopiq kanalimga joylaganman, o'quvchilarimga beraman. Mana ishonchli, bemalol zakaz qilib olib keltiraverasan. To'g'ridan-to'g'ri magazin bilan ishlashadi. Hech qanaqa o'rtada uslugachilarsiz, chunki Turkiyada ham o'zbeklar o'sha yerda ishlaydigan o'zbeklar uslugachida borib magazindan olib jo'natib berishi uchun har bitta tovar ustiga $2, $3 pul qo'yishadi-da. Bitta seriyadan o'sha $2 qo'ysa $8 yutqizasiz. Endi siz bittagina seriya olmaysiz, u yerda qancha seriya zakaz qilamiz-da. Ancha-muncha pul uslugachiga ketib qoladi. Undan ko'ra o'sha magazinni o'zi bilan ishlagin, deyman, o'sha puling o'zingga qoladi deb o'quvchilarga o'sha magazinlarning ishonchli magazinlarning kontaktlarini beraman, ishonchli kargochilar bilan ishlaymiz. Go'zal xonim, qarang, siz mana shu tovarlaringizni Uzum marketga joylashtirasizmi? Endi men sifatli brend tovarlar olib kelaman-da. Turkiyada o'sha oldi eng sifatli mahsulotlarni olib kelaman. Ularni Uzumga joylashtira olmayman, chunki har xil odam bo'ladi. Bir xillar olib 2-3 kundan keyin tovarni qaytarib beradi, urintirib qo'yish mumkin. U qimmat narsa. O'shaning uchun Uzum marketda sotmaganman. To'g'ri kelmaydi. Kiyim-kechak meniki nimamda to'g'ri kelmaydi. Endi bo'lishi mumkin, misol uchun detskiy sotsangiz yoki oyoq kiyim, detskiy oyoq kiyimlar sotsa yoki kosmetika shunaqalarni qo'ysa bo'ladi. No, meni sotadigan narsam qo'yib bo'lmaydi. Men ayollarga o'sha qimmat kiyimlarni sotaman-da, arzon narxga. Qimmat kiyim va arzon narxga. Zo'r. To'xtang, eng asosiyini unutib qo'yma. Sizni qo'llab-quvvatlagan Nodirbekka mingdan rahmat. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Qaynanalik kelinmisiz? Albatta, qaynanam, qaynatam bilan birga turamiz. Yaxshi ham qaynanangiz bor. Borliklariga shukr. Agar sizni qaynanangiz bo'lmaganda, mana shu o'rindiqda Go'zal xonim o'tirmagan bo'lardilar. Chunki mana shu onajonimiz bu mana shu kelinimizni qo'llab-quvvatlashga juda katta hissalari degan, aynan mana yilda 4 marotaba safarga borib kelar ekanlar, ya'ni Turkiyaga. Tabiiy hol bolalarni qaynanangizga qoldirasiz. Qolaversam baribir ham har bir kasbi o'ziga yarasha juda ham mashaqqatlari bor. Tushkunlikka tushganingizda ham men aminmanki, aynan mana shu qaynanangiz sizni qo'llab-quvvatlab olganlar, ya'ni Go'zal xonim, o'zim o'rgili kelinim, hammasi hali yaxshi bo'ladi. Mayli $500 ga qo'yibsiz, men sizga ishonaman. Hali shunaqa zo'r tadbirkor ayol bo'lasiz deganim, sizni qaynanangiz ismlari Ra'no. Voy, Ra'no opa, adashakanmiz. O'zim o'rgili
salomlarimni yo'llayman. Boringizga shukur. Ilohim nevaralarni to'ylarida o'zingiz hojiona bo'lib duolaringizni berish nasib ro'za aylasin. Juda mehribon, saxiy, g'ayratli, aqlli, ishbilarmon keliningiz bor ekan. Ko'z tegmasin, mashalloh. Hammani mahallangizda, mahallami dommi? Dom. Voy dom deganlar, hammasi sizga faqatgina havas qilishsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Har doim qo'llab-quvvatlaganlar, boshida o'sha onlaynga zakaz urayotganimda $200 menga оборотga pul berib turganlar. Ana, qaynona beradi. Balki nafaqa pullarni yig'ib, chin yurakdan, voy kelinim, ishlari yurishib ketsin, mayli, oz bo'lsa yana qo'shaman-da deganlar. Ularning pullari tabarruk. Barakali. Shunaqa barakali bo'lganki, mana shu darajaga yetib bordingiz. Tabiiy hol, har mol kelganda ilinasizmi? Albatta. Mashalloh. Oldi ularniki. Mashalloh, ko'z tegmasin. Ilohim har gal aytaman, kelin bilan qaynona chin yurakdan bir-biriga samimiy, hurmatda, izzatda munosabat bo'lishini chin yurakdan istardim. Chunki ko'pincha aksi qaynonalar bir zulm yetkazadigan, ozor yetkazadigan qaynonalarimiz borda, bechora kelin poshalar nima desamkin, shu qo'ldan kelguncha oyjon deydi, lekin qalbidan boshqa munosabat, boshqa holat. Qani edi alohida yashasak, qani edi shu qaynonam bilan bizni umuman uzoq bir-birimizni yuzimizni ko'rmasak deb ana titragan holatda munosabatda bo'lgan oilalar ham yo'q emasda. Aksincha men istardim, kelin bilan qaynona chin yurakdan ana samimiy munosabatda bo'lishsa-da, chunki bu dunyo qaytar dunyo. Siz qancha mehr, e'tibor bersangiz qaynonangizga, ertaga albatta yillar o'tib siz ham mana shu narsani bo'lajak kelinlaringizdan olasiz. Shundoq ekan, boringizga shukur. Ming rahmat. Ilohim mana shunaqa qaynonalarimiz ko'payversin. Bunaqa qaynonalarni qo'l ostidagi kelinlarimiz ham ko'payversin. Tadbirkor, ishbilarmon, yuzlab qolaversa, aytganimdek, yillar o'tib minglab bo'lganda agar sog' omonlikda hayot bo'lsam, yana o'sha mana shu podkastda o'tirib suhbatimizni ikkinchi qismini boshlaymiz. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Ilohim nimaga rejalashtirgan bo'lsangiz, amalda oshini talab qolaman. Mana sizlarga namuna $100 dan boshlagan bugungi qahramonimiz alhamdulillah juda ham katta natijalarga ega bo'ldilar, chunki ustoz ko'rgan. Shundoq ekan, siz ham hozirroq Business Woman loyihasiga obuna bo'ling va albatta o'qishni bugundan boshlang.